Ada, shahardan kelin olib keldim jalla. Nima? Tanishingda keliningiz bo'ladi jalla. Kelinim? Ha, nega anaqa papasha bilan salom alaykum o'rgan? Nima deyapti bu? Absolut qiling deyapti jalla. Tatsuluy? Ha. 1 minut. Assalomu alaykum papichka, yaxshimisiz? Ana bu mana boshqa gapda mana. Odam o'xshab salom bersa bo'ladi-da mana. Kelini kiyimi g'alati ekanda, sal qishlog'imiz bir Ada, siz buni qatdan ham tushunasiz. Bu shaharlik jalla. Takoy mana shunaqa stilli kiyinadi jalla, tushunasizmi? stilni. Da, stilli. O'zimizni milliy kiyimlardan qo'ymasin-da baka. Kelin ovqat qilish biladilarmi? Yo'q. Ya, da nima deb tashlaysiz? Bu sizga xizmatkor emas. Xizmatkor qilib beradi ovqatingizni. Xizmatkor? Da. Kelin bitta nariga qarang. Mana bachalarim, birga mehnat qilib, oila nimaligini tushunasizlar. Zapisdan o'tdingmi? Olib qochdingmi? Yo'q, o'zi keldi. O'zi kelsa olib kelib berasan. Nima qiling? Qo'ya suv berdingmi? Beruvdim, ichib qo'yibdi-da, jalla.